Gruziyaga premium paketda qoldik. Narxlar ham zo'r chiqdi. Xudo xolasa yana klientlarimiz 13-iyulda ketib, 23-hissada qaytib kelinadi. Общий tur paketimizning davomiyligi 10 kun bo'ladi. Iyulda bo'lgani uchun уже hozirdan olib qo'ymasanizlar narxlar ko'tariladi. Mana klientimizlar 5 yulduzli birinchi qatorda joylashgan otelni olib berganmiz. Batumida 5 kun davomida dam oldilar. Keyin Berdina Borjomi Likani sanatoriyasida 3 kun davomida bo'ladilar. Prosta aylanib, toza havoda o'rmonlarni ko'rib keladilar. Tbilisi shahridan 3 kun davomida bo'ladi. Otellarni ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy premium darajadagi otellar olingan. Narxlarni çok katta qilib berganmiz. Transferlar ham individual bo'ladi. Обязательно klientlarimizga shunday bonusli yozishlarimizni qo'shib beramiz. Xudo xolasa, agar sizlar ham Gruziyaga borishni planlashtirib yurgan bo'lsangiz, уже hozirdan aloqaga chiqib, tur paketlaringizni bronz qo'yishni tavsiya beramiz, chunki yozga qarab narxlar realni ko'tarilib ketadi. Masalan, hozirgi 5 yulduzli otel narxini sizlar 4 yulduzli otel olishingiz mumkin.